Kimni ko'ram? Shakir. Sen bit Shakir deyin. Hozir nishlab sen Rustam Ishoqiga aylending. Kim seni? Sen qo'shirgan endi javob bergan edim so'rovga. Ayda javob berayli. Ha, Shakir deyin DJ bo'lganda, Tatar diskotekalari uyushtirganda, hozir endi jurnalist Rustam Ishoqi Tatar diskotekalari uyushtirmayapti, chunki endi balat ismi Ustek qizlar o'tdik degan chunki Shakirning diskoteka vaqtida edi. Ник диджейлар qurtayib bitgancha, mana mening kabi qurtayib bitgancha diджейлар bor chet el estradasında. Mana andilarga kira olmadim men chapda. Ko'ngilga xush kelmadi andaydi. Nechik xush kelmadi ko'ngilga? Mana menga tinch turmush, tungi turmushdan tuydim men Rustam aytganda. Ha, tungi turmush narsa ol? Energiyangni suvrami, Rustam? Energiyani bek suvra. Hozir sen necha kun dashirgansan? Rustam Ishoqi. Shakir desang narsa sen quturib ketashaksanmi? Yo'q, seni men bilan shunga seni ashulolmayman. Kimlargadir ashuladigan mumkinmi? Qara sen nechik ashulamasan ol? Hayda ashulam ko'rsataylik. Qara sening bir muzikang alda qurayda yangri nechik ali ol? Слушай, это круто. Qo'yan sen ham topding. Это круто. Это круче, чем Shakir. Rustam Ishoqi. Krучimi? Aha, qo'ya sen qo'ya borasan tutam men sening bilan borga olayım. Sen hozir ne ministerstoga ketdingmi? Sen minister bir tura bilan ishlashasi bor. Yo'q, sening tura bilan ishlashing bormi? Alla tura bularga o'ylaysan o'zing, chinovnik. No, ansi Xudoy ko'rsatar, anda niyat bor. Haliga men turalarga o'ng'aysiz so'rovlar berib, mana o'zimning Rustam Ishoqi ekanimni ko'rsataman ularga. Yarı, Allah'sa, yarı xush.